Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohirjon. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yra tuman Dehqonobod qishlog'idagi Optim Drabilka ishlab chiqargan sexga yetib keldik. Talablarga binoan video tayyorlayapmiz. Ya'ni ko'pchilik o't maydalagich jodudan ko'ra Drabilka istovchilar bor. Shuning uchun Drabilkalarning video obzorini ko'rib chiqamiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yra tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan kelaverishda Med kollej bor. Med kollejning ro'parasida mana Drabilkalar ishlab chiqarilyapti. Agromil degan brend ostida endi o'zlariga mos logotip ostida ishlab chiqarishyapti. Ya'ni agro degani qishloq xo'jaligi mil maydalagich. Qishloq xo'jaligida o'tlarni hashaklar maydalagich degan ma'noni anglatadi. Bu yerda mana chiroyli qilib buyurtma asosida tayyorlab qo'yishibdi. Hozir bularni sifatini yoritib beramiz. Bular ishlab chiqaruvchi akamiz Oxinjon akamiz bilan. Assalomu alaykum aka, hormanglar. O'zlari videoga chiqish istamadi, shuning uchun gaplardan yozib olamiz aka. Drabilkalarda anchadan beri ishlab chiqaryapsiz ekan, ko'rib o'tyapman. Ularni haqida ma'lumot bersangiz. Motori necha kilovat, tig'lari qanaqa, barchasi haqida. Motori 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот. 50 ming оборот qilyapti zakazga. 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот. 3,5 ming оборот. Pichoqlari kalyonni. Pichoqlari kalyonni, ya. Mana kalyonni. Ko'rib turganimiz juda ham ko'p qirrali. 16 talik pichoq, mana bunisi urib ezib beradi nimalar. Urib ezib beradi. Ha. Bu o'zi o'ynab turadi, bu. O'ynab turadi. Ko'rganimizdek, bu boshqa joylardan ko'ra farqi juda ham ko'p. Bitta farqlardan bittasi mana bu joydagi qozoni juda ham qalin bo'ladi. Qaytdagi Metan balon mana. Mana metan balondan kesib olishgan bo'ladi. Juda ham qalin bo'ladi, bilamiz buni. Mana bunday qalinlikdagi metan balonlarimizni ishlamay qo'yganini olib kelib kesib qo'yishadi. Ya'ni o't maydalanganda uncha-munchaga bu yemilib tugab ketmasligi uchun. Mana shu holatda. Sifati xudo xolasa zo'r ekan. Xo'p. Ularda o'zlarining logotipi bor. Original holatda ishlab chiqarishgan. Oyoqlari ham yupqa materialdan tayyorlashgani yo'q. Ya'ni rasxod ko'proq ketsa ham mana bunday konteynerdan chiqqan baquvvat 1 metrlik profillardan foydalanishyapti ekan. Buni bir kishi ham bemalol u yoqqa bu yoqqa surishi mumkin, harakatlantirib, mana g'ildiroqlar qo'yib qo'ygan. Tosh balon uncha-munchaga tugamaydi, xudo xolasa. Qo'yingki, yupqa materiallardan ishlatishmagan, imkon qadar ko'p yil xizmat qilish uchun yaxshi yangi motorlardan mana Xitoydan keltirilgan yaxshi yangi materialdan foydalanishgan. Tufta narsalar bas. Brendlarni eslab qo'yinglar, pastdan nomerlarni qoldiramiz. Hozir buni birortasini ishlatib ko'rsatamiz. Mana bu setkalari. 4 xil setka. 4 xil setka berasiz, ha? Buni nima vazifa bajaradi? Bu full o'tga. Ha, katta nimalarga bu? O'tlarga. Ha, yormaga, Makkaga. Makkani yormasiga ekan bu. Un qilib berishga. Bu Makkani un qilib berishga. Bu-chi? Bu nimaga? Somonga, bedaga. Somon, beda shunga o'xshagan narsalar. 4 dona mana o'ta ham sifatli setkasidan berishyapti ekan. Xohlaganimizni qo'yib, ishlatib, mana qalinligi ham yaxshi. Ya'ni darodonga almashtiradigan bas. Xo'p, hozir biz endi o't hashak yo'q, favqulodda tez video tayyorlaganimiz uchun o'tlar tayyorlab qo'yganimiz yo'q. Keyingi videolarda ishlatib ham ko'rsatamiz. Hozir bittasini ulab ko'rib, shunchaki motorini tekshirib ko'ramiz. Hashak metdan chiqaveradi. Eng asosiy narsa bu yerda tig'i bilan motor hisoblanadi. Ikkoviga juda ham yaxshi ishlov berishgan. Ya'ni motori yangi, tig'lari ham yangi kalyonni pichoqlardan foydalanishgan. Uning o'ziga yarasha sir-salomatlari bor. Hammasini aytib o'tirmadik. Ya'ni bu ham biznes. Albatta o'zlari ancha vaqtlardan buni o'ylab topishgan. Ya'ni oddiygina drabilka emas bu. Shuning uchun ko'p fishkalarni ochib yotmadik. Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yra tuman Dehqonobod qishlog'idan video obzor tayyorlamoqdamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaversa, narx-navoz qancha bo'lyapti aka? 2,800,000 ming so'mga o'sha bir donasini xarid qilishingiz mumkin. Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Yetkazib beramiz. Yetkazib berasizlar? Yetkazib berish alohidami yo ichidami? Kelishilgan. Kelishilgan holatda yetkazib berish ekan, vodiy bo'ylab bo'lsa ancha arzon tushadi. Bundan tashqari bu joyda anday ekonom pechkalar ham ishlab chiqaryapti. Sezonga mos arava, har xil shu chorva uchun, qishloq xo'jaligi uchun narsa ishlab chiqaraman. Bu yerda ko'rganimiz tandirlarni ham ishlab chiqarishyapti. 2,800,000 so'mda. Hozir bular deyarli hammasi sotilgan ekan.
chiqib ketadi hozir xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa, buyurtmasi olsa zo'rlab yasab beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, videoni shu yerda to'xtatamiz. Kimga shunday drabilka mahsulotlar kerak bo'lsa, videoni o'sha Chorvador akalarga yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Siz bilan men Tursunov Zohidjon bo'ldim. Keyingi videoda albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga.